Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Guesto MC. Do'stlar, mening yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz qishloqda yangilanishni ko'rib chiqamiz. Video boshlashdan oldin kanalimga like bosing va videomga mana shu videoga komment yozish esingizdan chiqmasin. Tezroq bo'lmasa men videoni boshladim cho'zmasdan o'tirmay. Xo'sh do'stlar, men mana bu uydan ko'chib ketdim, chunki janob mer bu uyda qaytib yashama dedi. Hozir esa men mollarni qo'yib yuboraman. Hamma narsa endi janob merning nomida. Va men boshqa hech narsa qila olmayman va do'konda yashayapman, ya'ni do'kon ochdim hamma pulimga. Shu do'konda yashayman do'stim bilan. Do'kon ochib oldik, to'g'risini aytsam. Tak, janob mollar chiqishingiz mumkin sizlar uchun bu yer. Endi bu sizlar ozodsizlar bo'ldi. Endi men janob merning oldiga borishim kerak va yaqinda ajoyib telefon sotib olaman. Xo'sh, narsalarni solaychi, do'stim bilan gaplashay. Nimadir ish bormikan? Qalaysan do'stim, yaxshimisan? Qalaysan, yaxshimisan? Guesto, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Nima video olyapsan? Albatta video olyapman. Qaraganda, bu do'konda oxirigacha yashaymanmi endi? Bilmasam, tezroq berka bo'lgin, keyin sen yangi uy olasan. Mayli, tezroq men unda janob merning oldiga borib so'raychi, nimadir deyarmikin. Mayli, yaxshi bo'lishlaringga rahmat do'stim. Xayr desam, ketyapti ham mayli. Stop, qo'shnim aytga tepaga chiqish uchun joy qilib qo'yibdimi? Tak, tezroq janob merning oldiga borib kelay, keyin mazza qilib uyda dam olaman. Keyin o'zimning uyimda biroz qiladigan ishlarim bor edi. Shularni ham qilib qo'yaman. Hozir birinchi bo'lib janob merning oldiga borishimiz kerak. O'tgan videoda qurgan garajim turibdi, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hali ham janob mer hech narsa qurmabdi bu yerga. Xo'sh, eshikni yopib qo'yamiz va janob mer kirishga mumkinmi? Ay, kiraver. Qalaysan bolaka, kim bu janob mer? Bu jiyanim, chiqarib yubor. Chiqasanmi jiyan? Chiq. May chiqmas ekan ulas. Voy, ulas janob mer, menga buyuradigan ishingiz yo'qmi? Xullas, menga bir 30 tacha daraxt olib kelib berasan. Faqat ertalab, hozir damingni ol. Ketishdi. Mayli janob mer, o'zingiz ham yaxshi dam oling. Mayli, yaxshi dam ol, Guesto, ishlaringga rahmat. Mayli, tezroq dam olsam, keyin ertalab do'stlar janob merga 30 ta daraxt olib kelib berar ekanman. Mayli, tezroq dam olgim kelyapti, chunki juda ham charchadim bugun. Ko'p ishlar qildim. Tak, aytmoqchilik bu yer yopiq edi. Tak, bu yer ana shu oldingi videolarimizdagi bunker. Oxirgi marta bu yerga apokalips bo'lganda kirgan edim. Hozircha xo'sh, bu yer ham bizning nomimizda, chunki do'konga ulangan bu joy ham. Tak do'stim, yaxshi dam ol, men ham dam olishga kirib ketyapman. Mayli, yaxshi dam ol, Guesto. Voy, do'stlar, vashim mazza qilib dam olgim kelyapti. Ertalab tushganda kamerani yo'qaman, hammangizga hozircha xayr. Do'stlar, va nihoyat ertalab ham o'tdi va do'stim уже ishni ham boshlab yubordi-ku da. Xo'sh, hozir yegan hech narsa yo'q. Da, aytmoqchilik, men janob merga 30 ta daraxt olib borishim kerak edi. Tezroq birinchi fermalarni ham qarab o'tib ketaymikin deyapman-da. Mayli. Qalaysan do'stim, yaxshimisan? Buguncha gapirmayapti, menimcha настроенияsi yo'q ertalabdan. Mayli, mening ishim bo'lmasin, u bilan o'ziga o'zi gapirib o'tiribdi. U menga o'xshab desam bo'ladi. Lekin men o'zimga o'zim gapirmayman, chunki kanalga video qo'yyapman. Okay, tezroq bo'zkin, iltimos, vaqt kam. Ertalabdan turib olib, polizni qarayapman. Qani, topinglarchi, mendan tashqari kim ertalabda sahar polis qarayapti? Hech kim qaramaydi do'stlar. Bitta men qarayman, chunki qishloqda eng odobli fermer o'zimman. To'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lsa, komment yozib keting. Tak, tezroq mana bu jitellar polizimni rasvosini chiqarib ketyapti har kuni.
o'zim qarayman, qo'yaveringlar desam, yo'q sen erinma, o'zimiz qarab qo'yamiz deb chalkash-chulkash ekib yuborishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bularni qilayotgan ishini qarang, Nursin. Shu ishlar to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa komment yozib keting, to'g'ri bo'lsa like bosib keting, obuna bo'lib. Tak tezroq ekamiz, tezroq. O'sha Janomir ertalabdan chaqirgan bo'lsa ham kerak. Do'stim aytayotganda ertalab. Xo'sh, do'stlar, men turboq kamerani yoqqanim yo'q. Men turib biroz ishlarni qildim va do'stim bilan gaplashib o'tirdim birozgina. Keyin esa kamerani yoqdim. Tak. Mana shu fermalarimni qarab olsam bo'ldi. Mana tezroq. Hozir ketyapman janob Meroldingizga. Biroz sabr qilib turing. Bir stak ancha ko'p polizlarim yaxshi o'syapti. Tak. Bo'la qol, vaqt oz-ku. Xo'sh, endi esa ana shu yoqdan daraxt chopsam bo'ladi, chunki men adminni do'stiman. Men adminni do'sti bo'lganim uchun bu yerdagi daraxtlarni men chopsam bo'ladi. Qanaqasidan edi? Qorasidanmidi, mayli shu yerdan chopsak bo'ladi. Okey. Tak, mana shu yerni ham chopam. Stop. Bu yerda taxta blokimi va bu yerda qanaqadir gelam. Hozir to'xtanglar. Men daraxt chopib olay. 30 ta. Tak. Tezroq keyin kiraman bu yerga. Xo'sh. Bu yerda kim narsa qurgan bo'lishi mumkin? Men bu yerda bunaqa narsa borligini bilmas edim. Hozir bilib olamiz-da. Tak. Daraxtlarni oxirigacha kesay, keyin u yog'ini ko'ramiz. Uje videomiz 7 minutlik bo'libdi. Tak, tezroq. Do'stlar, ovozim ba'zida past kelyapti. Bundan uzr so'rayman. Xo'sh, mayli. Bo'la qolsang-chi, Guesto qiziqib ketyapman. Uning ichida nima bor ekan? Tak. Tezroq. 31 ta bo'lib ketibdi. Endi ana shu joyga tushamiz, do'stlar. 1 2 3 do'stlar. Nima lavami? Stop, gilamlarni olib olaylik. Bu yerga ko'chatni ekib qo'yaman. Okey. Va pastga tushamiz. Nima bular? What the fuck? O'ti bo'larmidimi bularni ustidan o'zi jin ursin. Hozir men qilich olib kelmasam bo'lmaydi shekilli. Tak, do'stlar, tezroq men qilich olib kelishim kerak. Voy, nima bor ekan? U yerda keyin sandiq ham bor edi. Xo'sh, do'stlar, tezroq boraychi. Okey, tepaga chiqamiz. Bu yerdagi narsalarni qo'yib qo'yaman, qilichni olsam bo'ldi. Mayli, kilkani ham olaveray keyingi safar. Xo'sh, adashib ketdim. Faqat tezroq borishim kerak, faqat tezroq. Video ham hozir tugashi kerak, menimcha 10 minutlik bo'lishi kerak edi bugun video, lekin уже 9 minutlik ham bo'lib ketdi. Tezroq kiramiz. Qilichni olamiz va bu yerlarni buzib tashlaymiz. Voy, bu yerni eskirganni. Okey, sandiqni ochaylikchi. Va ochilmayapti. Mana shuni ham buzamiz. Wow, do'stlar. Bu yerda ancha ko'p narsalar bor ekan. Hozircha bu yerni olmayman, keyingi videoga qo'yib qo'yaman. Bu yerdagi narsalarni hozir olmay turaman. Bekitib qo'yamiz. Hech kim bilmaganday hozir narsalarni Janomeriga olib boraman va videoni to'xtataman. Tushunursin, shuncha boylik bor, do'stlar. Bu bunkerni kim qurib ketdi ekan? Kim qurib ketgan bo'lsa ham, endi bu narsalar menga qoladi. Ham do'kondan pul keladi, ham ana shu yerdan pul keladi. O'sha shaharga ketaversam ham bo'ladi, do'stlar. Tak. Janomir, assalomu alaykum. Yana bir bor alaykum assalom. Olib keldingmi? Ha, olib keldim. Hozir sen tashlab beraman. La'nata, yana shunday bo'lyapti, Janomir. Nima qilsam bo'lar ekan?
Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sizlar bilan shu paytgacha Guesto MC bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Hattoki go'lim meni quvayapti. Qoch!